Viloyat madaniyat boshqarmasi tashabbusi bilan folklor etnografik jamoalarni qo'llab-quvvatlash va xalq ijodiyotini yoshlar tarbiyasiga singdirish maqsadida Barhayot Navolar viloyat ko'rik-tanlovi o'tkazildi. Unda folklor etnografik jamoalarning chiqishlari baholandi. Batafsil muxbirimiz lavhasida so'z boradi. Qadim qadriyatlarni bizgacha yetib kelishda folklor etnografik jamoalarning o'z o'rni bor. Uni bugungi kun yosh avlodiga asl holda yetkazish ham ansambl ishtirokchilaridan talab etiladigan muhim yo'nalishlardan biri. Ko'rik-tanlov ham ayni shu maqsad yo'lida birlashdi. Har bir jamoa o'z hududiga xos bo'lgan qadimiy xalq qo'shiqlari va raqslari, aytishuvlar, milliy xalq o'yinlari, urf-odat va marosimlarni o'zida aks ettiruvchi teatrlashtirilgan tomoshalarni sahnaga olib chiqdi. 13 ta tuman shahar madaniyat markazi huzurida tashkil etilgan xalq va havaskorlik folklor jamoalari o'zaro ijodiy bellashdilar. Hakamlar hay'ati a'zolari tomonidan ijodiy guruhlarning chiqishlari odilona baholab borildi. Milliy qadriyatlarimiz, bizgacha biz bobolardan, ajdodlardan bizgacha yetib kelgan urf-odatlar, qo'shiqlar, marosimlar, mana shularni o'ziga jamlagan holda jamoalar o'zlarini chiroyli dasturlar bilan tashrif buyurgan. Buni asosiy maqsadimiz biz mana shu xalqimizga bizgacha yetib kelgan mana shu an'analarni, urf-odatlarni badiiylashtirib yetkazish maqsadimiz. Bundan biz juda ham xursandmiz. Mana biz hozir jamoalarni ko'rib juda ham xursand bo'lyapmiz. Chunki har bitta jamoada 7 yoshdan 70 yoshgacha ishtirokchi yetyapti. Bular hammasi ishtirok etganlar, hammasi bular havaskorlar. Shundan xursand bo'lyapmiz. Bu mana shu mehnatkashlarimizni, xalqimizni bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishda, ishdan bo'sh paytida kelib mana shunday chiroyli madaniyat saroylarida, madaniyat uylarida qatnashayotganligi bizni xursand qiladi. Jamoalar tomonidan olib chiqilgan sahna asarlari urf-odat va an'analarga boy bo'lish bilan birga ularni boqiyligini saqlashda ham muhim qadam bo'lib xizmat qilmoqda.